Yer, bir obyum 265 ming so'mga o'sha mana shu narsa best. Spoilerlari bilan qolpoq diskalik va ichini go'zalligida bitta ko'ring. Bir obyumda va ichidagi akkuratniy plastmassalarida ham bitta chang yo'q. Hattoki yog'lab qo'yishibdi. Ishlarni bir qator ko'rib 265 ming so'mga 2008-yilgi Matiz mexanika ishlarni ko'ryapsiz, torpedalarni yaqinroq qo'yganda. Voy, paytda shunaqa mashinalarni tayyorlardim. Shunaqangi akkuratni asal qilib tayyorlashni yaxshi ko'raman. Imminni har bir detallariga ahamiyat berib turib, bitta joyda jicha chang qolmasin deyman-da. Narxi kelishimli 2008-yil, bir obyum 265 ming so'm. Mana shu asalaga. Ya'ni mashinani ko'rinishini aytyapman, vidini, sostoyanini o'zingiz kelishim narxlarini ko'rib, mashinani tekshirib olamiz.